baho qandaqa ahamiyatga ega? Har bir baho g'ishtga o'xshagan narsa. Katta uy qurayotgan paytimizda shu umumiy g'ishtlar umumiy bitta uyni binosini beradi. Bitta g'ishtimiz yaxshi bo'lib qolsa, bu butun uy yaxshi bo'ldi deganimiz. Bir marta 5 olish emas, doimiy hamma fanlardan 5 olish dunyo qarashini kengligi, hayotga mosligimizni ko'rsatadi. Albatta, bahoni pasaytirmasligimiz, qaysi ma'nodaki bilimimiz pasayib ketmasligi va shunga mos ravishda bahoni pasayib ketmasligi muhim. O'quvchilar bilan ishlaganda shuni tushuntirishimiz kerak. Ma'lum bir chorakka, yilga yoki oylikka kerak bo'lsa ma'lum bir fan doirasida yaxshi baho uni hayotda hamma narsani ertaga muvaffaqiyatli bajarishiga dalil bo'la olmaydi. Uyda o'sha hamma g'ishtlarni butun bo'lishi, uni ustiga yoniga shu boshqa oyna, rom va hokazo qancha kerakli bo'lgan jihozlarni butun bo'lishi bitta uyni butunligini ta'minlagandek, o'sha 5 bahoni ham ko'p bo'lishi yaxshi bo'ladi. Bir xilda ayrim fanlardan bir ikkita pastroq baho olgan odamlarni ham yaxshi keng muvaffaqiyatga erishganligini ko'rganmiz. Sababi o'sha qurilishda ham ayrim sinadigan g'ishtlar yoki nobop g'ishtlar bo'ladi. Vaqtida uni olib tashlash, o'rniga kerakli bilimlarni to'ldirish shu uyni alal xusus oxirida yaxshi bitishiga sabab bo'ladi.